Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Türkiyədəki Uyğur musafirlar Türkiye'nin özlərini Xitayğa tapşırıb verişidən ənsirəydigan. Maşina təminləş zəncirdə Uyğur məcburi əmgəkinin barlığı aniqlandı. Amerika 30'dan artıq Xitay şirkətini ticarət qara tizimligiga kirgizilgan. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Türkiye'deki Uyghur musafirlar Türkiye'nin özlerini Xitayga tapşırıp verişinden ənsirəydigan. Gündəlik siyaset xəbər torunun 14 dekabr günüdeki xəbərdə aytilishicha, Türkiye'de 50 ming nəfərdən artıq Uyghur yaşaydigan bo'lib, Türkiye nüfusuga ötmegen Uyg'urlar Türkiye İçki İşlər Ministeri Xitay Cemaat Xavfsizlik xodimlari bilan ko'rishgandan keyin Türkiye'nin özlerini Xitayga tapşırıp verişinden endişe qiladigan. Xalqaro haq va bexatarlik munbirining doklatiga asoslanganda, Xitoy taraf Turkiya hukumatidan Uyg'urlarni Kanada qabul qilishdan ilgari o'tkazib berishni talab qilgan. Bir Uyg'ur musafir Xalqaro haq va bexatarlik munbirining ziyoratini qabul qilib, Kanada parlamentining yaqinda Turkiya va O'rta Osiyodan 10 ming nafar Uyg'ur musafirni qabul qilishga aloqador bir qonun loyihasini o'ttirg'a qo'yishiga ergashib, Xitay Cemaat Xavfsizlik heyetining Türkiye'ni ziyorat qilishi diqqatga sazovor bir ish degan. Xitay Cemaat Xavfsizlik idorasining muavin ministri Du Huangwei va uning guruhi noyabrda Anqarada Türkiye İçki İşlər Ministri Süleyman Soylu bilan ko'rishgan edi. Uyg'urlar Türkiye vatandaşlığı berishga mas'ul Türkiye Ko'chmanlar Ministerligi amaldorlari va Xitoyning Turkiyadagi elchisining qatnashgan yig'inining maxfiy ochilganligidan ansiraydi. Türkiye nüfusuga o'tgan Uyg'urlar xatar ichida emas. Ammo Türkiye nüfusuga o'tmagan mustaqil harakat qilayotgan Uyg'ur musafirlari xatar ichida ekan. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu 12 dekabr kunidagi 2022 yillik xizmatlarni doklad qilish va 2023 yillik hamjot muzokara qilish yig'inida Uyg'urlarni Xitoyga topshirib bermaydiganligini aytib, Xitoy bölgünçilik hareketi bilan shug'ullanadi deganida hech bir davlatning bo'linishiga yo'l ochadigan, bexatarligiga ziyon yetkazadigan harakatlarga ruxsat qilmaydiganligimizni aytdik degan. Haklarını biz en öne her zaman savunuyoruz. İkili düzeyde de savunuyoruz. Bu yangından sonra Çin'den izahat istedik. Bizim gibi düşünen ülkelerle birlikte de uluslararası toplumlarda savunuyoruz. Uygur Türklerini bizden istediği zaman da Çin'e hiçbir zaman vermiyoruz. Bize yönelik bölücü hareketlerde bulunuyor deyince biz her zaman şunu söylüyoruz. Hiçbir ülkenin bölünmesine ya da güvenliğine yönelik hiçbir faaliyete izin vermiyoruz. O bahsettiğiniz konuşma da zaten 8 sene önceydi. Yani en son İstanbul'daki olayla ilgili İçişleri Bakanımız da özür diledi ve gerekli soruşturmayı da açtı. Biz bölgünçü emas. Tajavuzchi Xitoy ishg'ol qilib olgan Sharq Turkiston davlatining haqdorlari. Dunyo buni qabul qilishi, dunyoning tinch taraqqiyotini ko'zlasa, Sharq Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilingan davlat ekanligini e'tirof qilib, Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishini qo'llashi lozim. Mashina ta'minlash zanjirida Uyg'ur majburiy emgakining borligi aniqlandi. Avtomobil haftasi xabar torining 13 dekabr kunidagi xabarida aytilishicha, Angliyaning bu oyda e'lon qilgan doklatiga qaraganda, Helena Kennedy Xalqaro adolat markazining kishilik huquq va hozirgi qulluq professori Laura T. Murphy boshchiligidagi Angliya Sheffield Hallam universitetidagi bir guruhga intiklash natijasida Xitoyning majburiy emgak orqali Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini kontrol qilganligini, avtomobil ishlab chiqaruvchilarning uzun muddatlik ta'minlash zanjiridagi qul emgakiga sherik bo'lishi mumkinligini aniqlab chiqdi. Dokladda Germaniya avtomobil ishlab chiqaruvchilarining 2 dunyo urushi mezgilida majburiy emgakni ishlatganligi xotirlandi. Germaniya urushiga o'rtoq bo'lgan avtomobillar Volkswagen, Audi, Daimler-Benz, BMW va hatto Ford va General qatorliqlarmi bor. Sheffield Hallam universitetining doklatiga javoban mashina ishlab chiqaruvchilar ta'minlash zanjirida majburiy emgakni cheklaganligini aytdi. Angliyaning dokladida aytilishicha, Amerika 2021 yili Xitoyning 45 milliard dollarlik mashina zapchastlarining 4/1, ya'ni 11,5 milliard dollar qimmatidagi zapchaslarini olgan. 50 dan ortiq xalqaro mashina parchalari va mashina ishlab chiqaruvchilarning kelish manbasi Sharq Turkistonda faoliyat qilayotgan shirkatlar yoki Uyg'ur majburiy emgakini yo'tkab ishlatgan shirkatlar ekan. Majburlangan ishchilar Sharq Turkistondan Xitoyning boshqa joylariga yo'tkalgan.
Bu nokta intayin mühim bulup, Şarkı Türkistan'ın sırtidagi mashina elektron şirketlari davlat qo'llagan Uyg'ur majburiy emgak kuchini yotkash siyosatidan nafga erishgan. Morfiy avtomobil haftasining ziyoratini qabul qilib, mashina sanoatining Sharq Turkistondan ta'minlash zanjirini chiqarish uchun qiladigan nurg'un xizmatining borligini, chunki Xitoy hukumatining mashina yasash, qayta hosil bo'ladigan yasimchilik va xomashyo pishiqlab ishlashni qasddan Sharq Turkistonga yo'tkaganligini aytdi. U yana avtomobil ishlab chiqaruvchilarning yolg'iz iqtisodiy peshongni ishlatib, o'zlari setilayotgan mahsulotlarning Sharq Turkistonda ishlab chiqarilmasligiga kafolatlik qilib qolmay, balki Uyg'urlarni yo'tkab ishlatayotgan shirkatlarga besim ishlatish kerakligini aytdi. Amerika 30 dan ortiq Xitoy shirkatini tijorat qora tizimligiga kirgizgan. Reuters agentligining 13 dekabr kunidagi xabarida aytilishicha, Bayden hukumati Xitoy o'zak ishlab chiqaruvchi Yantis esda saqlash texnikasi va boshqa 35 Xitoy shirkatini Amerikaning belgilik zapchaslarini sotib olishning oldini olish uchun tijorat qora tizimligiga kirgizishni planlagan. Yantis Reuters agentligining baho berish talabini rad qilgan. Amerika Savdo ministrligimi darhol inkos qaytarmagan. Ba'zilar bu avtonomiya sepsatisini bekla oddiy qarashlar bilan jiddiga olmasdan ketyotidi. Bu xil ümidsizlik takrorlanaversa, xalqimizning yoshirin engi butunlay mana shu ayrilolmaslik bilan bichimlandi. Bu xuddi qonga singan shakldagi talqin qilish bo'lib, Xitoylarning bizni mangulik voz kechtirish yo'lida olib berayotgan psixologik buzg'unchilik planiga mos keladi. Xitoylarning o'z mamlakatini Jungo degani markaziy davlat ma'nosida bo'lgani uchun asrlar davomida tug'ilib kelayotgan Xitoy nasllarida o'zlarini dunyoning markazi hisoblaydigan, atrofdagilarni o'zlarining beqindisi deb tunish psixologiyasini yetishtirgan bo'lib, bu tug'ma mijoz Xitoylarning tug'ma kengaymichi milliy xarakterini belgilagan. Ana shu bir atalg'u paydo qilayotgan kollektiv yoshirin ongni ko'rib turyapmiz. Mana shu o'rnakka o'xshash doimiy takrorlangan avtonomiya shuarimi bizning kishilarimizda mangu beqindilik, boshqalar tarafidan boshqarilish psixikasi, to'g'risi qulchilik psixikasi yetildirish uchun tayyorlangan Xitoy ro'yi buzg'unchilik planining bir qismi. G'ulom Osmon apandining 2018-yili 3-oyning 3-kuni yozgan Qo'rqinchli suiqasd nomli maqolasidan elindi. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni köynələr üçün köp rəhmət. Kelər qitimki programımız görüşkəcə Allah'a emanet bolğaysızlar.